Oş şarı onadır yerinde. Buyursa numaranı kaldırıp özünüzler daha sülöşüp cevuşul yere gelip özünüzler işletip daha göresler buyursa. Ana büt malumat aldık. Tuğanlar assalamu aleykum amansızlar mı? Biz buyursa Oş şarında buyursa Tarnova'da Travilka boyunca geldik mine tuğanlar. Büt malumatты alıp bereriz bir chatten. Bizge anlıktan like'tan basıp, жақшы ой pikir kaldırıp dostlar menen bölüşüp biz bunu Tarnova'da Travilkasını burada da budan bir жарым ай murda gelgemiz Oroz ayında gelip tartıp çıkargamız. Hazırdağı bugün buyursa tartıp çıkarıp başladık. Mına Maksatcan özü uşul yerdegen. Maksatcan, aleykümselam, andaysın? Sen soluğun жақшы mı? Жақшы жүрөсүң bü? İşlerin bol tabı? Kanıttın, işleri altasın. Buyursa mına Travilka boyunca tanıştırayım ha? Ha, Travilkalarimiz. Bul. Ha, Makka ekan ha, Mardagi menen. Ha, Mardagi bilan Makkamiz bor. Chiqarib ko'rsatib beramiz hozir. Chiqarib ko'rsatib berasiz. Buğdayimiz bor. Buğday. Ha. Buni kepak holatda chiqarib beramiz. Mol qo'ylarga sepib bersa, boshqa qilsa bo'laveradi. Somonlarimiz bor bunda. Bu da saman salib ko'rsatasan ha? Ha, saman solib chiqarib, qo'y bob qilib chiqarib ko'rsatib beraman. Onda işlet başlayız ha buyursa. Bo'ldi. Bismillah. Mana aka bunun üstüne açacağız. Suv sepib ko'ramiz. Kishida suv sepon, sebep sepganning sebebi chang bo'ydi ha? Ha, chang Yaxshi bo'ladi. Ha. Hali ko'p joylarda kichikroq hovli bo'lsa, chang ip ketadi-da. ha, ana sepib qo'ysa changimaydi. Eng to'g'ri aytasan. Chang bosh shunday samonga biroz suv sepib bo'ladi. Bitta priska, bitta abdastada suv yetadi. Ha, bir priska, bir abdasta suv. Bismillah ha. Başlayalım. Tarnova'da Travilka boyunca mana. Sarı. Şunu sal bol da. Bol çam bir etken. Bol. Ha. Öte yaxşı. Bol öçürü. Bu samandı maydalab tashlayotgan o'tala. Ha, qo'y bob qilib chiqarib. Qo'y bobgan ha. Mana ikkita setga turibdi. Agar setdan olib tashlatsa, molga chiqarib beradi. Ha, setga olib qo'ysa. Muncha bu ha? Ha, molga bu qo'yga holati. Endi bir xil joylarda Travilkalarda 4 ta setga beryapmiz, deyishyapti. Bizda 3 ta setga bo'ladi. 3 ta. Ha, bu 4-chi setga yumaloq teshikli setkamiz bo'ladi. Uni bersak, qalqon qilyapti somonni. Qalqonga bu ha? O'shaning uchun uni olib tashladik, chunki uni uyutib berganda ham g'ish bo'lib qoladi-da. Qatib qoladi ha? Ha, u jicha ish talab qiladi. Yayish, chachish kerak, boshqa qilish kerak. Bu buğday. Bunisi buğday. Buğdayni tartamiz ham. Mana aka, başlayalım. Bismillah. Bunday qilmang. Qatib ketdi. Bo'ldi, o'chir. Uylarni 400-ga qarab regirovka qilib to'g'radi. Ha. Bo'ldi, o'chir. Makanning tartib qo'ylar. Ham chiqarib oling, keyin ikkovini ko'rsatib Ha, o'shunday bo'ldi. Emi makani, mana Mardagi menen bizde bunu maka deydi, naka. Mardagi menen. Jugori maka, Mardagi menen. Pastga to'ldirib olib, Qasa qolavi? Bismillah. Voy. Ha, naka. Mardagi men saltav. Qasatcha bo'ldi. Yemi açıp ko'rsatay la. Açır. Aç.
Bul janağı buday. Mına. Buğdayliki. Azraqla tarttık. Sebep günüsü bundan çaң болып ketdi. Ha. Mına ka? Ne ötülü mına kölökö жақсы көрünmөй каткан. Ha, mına. Mına ka. Ha, mına. Ötü. Kepay holatda. Kepay Buni mana holatda, shunaqa qilib, misol uchun sepib Sal turuvlar, mollarga beraverasing. Ha, bo'laveradi. Yemin makani. Endi bunisi Mardagi menen. yorma holatda chiqqan, qo'ylarga bergani. Ha. Bu 10 qilib qo'yish kerak buldaga? Yo'q, bu hali yorma beradi, cho'jaladi. Ha, tushundim. Biraz cho'ngroq ekan, ha? Ha, kattaroq bor endi. Mana. Mana hozir sepib. Ha, mana setkasi. Mana bu qo'y bob setgan. Buna ol. Bunda jana onda birinchidagi, ha? Birinchidagi. Ha, bu qo'ylarga loyiq. Oho. Mana ikkinchidagi. Bu ikkinchi bunda budayaga, ha, kepak qilib qo'ydi. Mana buni yorma holatiga. O'shanda bu 5-razmerda qo'yaverlar, 5-3 ha. Setga, ikkilik setga, Ikkilik. o'tga. Va. 3 xil setga bo'ladi rabikamiz ichida. Hozir shunda mollarga qaysil? Je, onu olib qo'ysa bo'ldi-da. Setga umuman setga qo'ymasangiz, Mollarga chiqar, cho'ng bo'ldi. Ha, tushundim. o'sha mollarni qiyoslab ham 4 ta setga bo'ladi o'zi. Tuğandarım naul özü bağırdığı bir ele dravilka. Uşul bir dravilka, uşul na universal ne bolup 4-5 yıl çıkarsanlar bulat ki budaydı, makanı, çöp, pres, pede, paya, büt bağırdığın. Naul makanın özünden çıkarat. Prosto bul atayım naul merdegimden çıkarıp gördü da bizge bunaka. Bu makkani o't shu sota holatda, kepay holatda qilsam ham bo'ladi. Yemi bunun motor birosinden aşçı. Ochib ko'rsatib beraman. Aha. Mana bu yerdan boshlaylik-da. O bir chetdan az. Buni Boshlaylar. motorli bo'ladi, misli. Jez motor ha? Manaul tişi taşı. Kishi 22 talik bo'ladi, malatga o'ylari bo'ladi yonida mana. 22 ta bunda emas var ha? Ha, Tişi var. Ha. 4 tadan 8 ta malatga o'y bo'ladi. Turbalari biz o'sha qarindan bo'ladi mana. Ha, mana qovun listan ekan ha? Buni biz Zavodskoy Jigilovskiy Mahaviyda. Jigulin Mahaviga. 10 kilo 600 chiqadi. 10 kilo 600 gram. Ha, Zavodskoy. Bu jez motor. Bu jiz motor 6,5 kilovat 3000 оборот bo'ladi. 3000 оборот 6,5 kilovat. O'shanda misoli bu qancha toq bilan yuradi? 220. Eng pasti 180. Ha, 180 yerlarga bo'laveradi. Ha, 180 dan 250 gacha, 260 gacha ishlaveradi. Hozir misoli o'sha lazımda jaz mezgili bo'lib toqning hozir emasi ko'p ko'lam. Ertan qishda azayat degin 180 o'shanda normal bo'ladi-kan bular. 180 da ishlaveradi eng Ha, pasti. ertan qishda biraz azayat. Naprejeniyalari bor mana. Bardiq ha? Ko'rsatib beraman aka mana. Aha. Metdan tok ko'rsatadi. Ha, bu yerdan ha? Ha. Uyda misol uchun chiqarayotganda tok pasayib ketdi, motor qiynaladi-yu, o'shanda maytdan mana paplavoy bor tashab yuboradi mana. Ha, o'z avtomatik tashlab qo'ydi. Ha. Ikki taraflama tashlaydi. Paplavoy ishlamay qolsa, avtomatdan tashlaydi. Безопасныйga yaxshi ekan ha? Bezopasniy zo'r. Ha. Motoringizni kuydirmaydi, boshqa qilmaydi. Ha, zo'r. O'shuning eng qizig'i qancha so'm senasi? Xo'p, buni diz motorligi biz 21 ming so'm. 21 ming so'm Ha. Qirg'iziston bo'yicha rayonlarga bekar. Dastlabkasi bo'ladi. Rayondor sentrini Qirg'iziston bo'yicha dastlabkasi bilan bekar 21 ming so'mga. Bu diz motorligi biz. Ha. Xo'p, endi maytda alyumin motorligim bor mana. Biroq tashi sholla tishi. Tishi o'shanaqasi. O'shanda faqat alyumin motor. Alyumin motorni. 4 kilovat. Bu tok past joylarga. Ha, bu qancha? 160. 160 ga. 160 dan 250 ga Ha, ishlaveradi. onda o'ta yaxshi ekan. Ikkovining vazifasi bir xil. Ha. Faqat tok past joylarga buni tavsiya qilaman. Buldagi безопасныйga ham qaralgan ha, bardi. Hammasi bor bunda. Ha, onda shu zo'r ekan. Turbalari ham o'tiradi, mashinalar bir xil ikkovi. Bardig'ilar bir prosto Ha. toqqa biraz semay bo'lgan 160 lik. Bu alyumin motor deding ha? Alyumin motorligi. Bu qancha so'm? Buni 18 ming qilib beraman, Bu 18 ming, buni al 21 ming. Ha. Bu 18 ming Qirg'izistonlardan o'shulna o'sha Qirg'iziston bo'yicha rayonlarga bekar ekan aparib berish Agar dastlabki. 70 kilometrgacha bo'lsa, o'zim mashinamda olib borib beraman. 70 kilometr bo'lmasa aparib berasinglar. Ha, buni ol. Bu endi yana ham ozonroq variantim. Ha. Bu Mahavidonga listli bo'ladi. Ha, listuvilla qalin listdan ha? Misol uchun hali uyda 4 ta 5 ta mol bor odam mollarni ola olmaydi-da. Ha, o'ba bu ham расход bo'lib ketadi-da, va? O'shani olsa, bu 3,5 kilovat motor keladi. 3,5 ming. 3,5 kilovat, 3000 оборот. 3000 оборот. Buni tishlari ham xuddi o'shanaqa 22 talik bo'ladi. 22 talik. Двойной bo'ladi tishlari. Prosta bu salmog'i yengilroq tegina. Bu 6 kilo og'irlik. 6 kilogrammlik. Ha, ha. Nima deydi hali
tashlagan ish chiqaraveradi. Ha. 4 ta 5 ta 10 ta molgacha epilaveradi. Bir uy bilega normalniy bo'ladi-da. Ha, bitta qo'liga normal. 5-6 uy mal bo'lgan bo'lsa qo'yib qo'ylar. Ha. Endi bularni men 30 ta 40 ta 50 ta molgacha beraman. Bunaqa dali maka paya ponni chiqaradi bulda-la. Ha, chiqaradi. Ha, onda tarqanday qilib. Ha, chiqarib yaxshi. beradi. Bu qancha so'm ham? Bu 16 ming dasta. 16 ming. Dastavkasi menen. Ha. Lekin bunga ham qarasangiz, turbalari Qalin xuddi lis. shunaqa. Bütnega bardig'i birda ekan mana. Listlari. Listlari bir xil. Setga Bu ishlagan joyda 16 ming so'm. Şol Qirg'izistonning rayonlarına, sentrlarında bekar ekan rayon. Şol 16 ming, 16 ming, 18 ming, 21 ming dastavkasi içinde. Motorlarimga bir oy garantiya beraman. Motorga 1 ay garantiya buyursa. Qilgan ishlarimga, suvarka, pichoqlarga 6 oy garantiyasi bor. Ha, qolgan mana o ishlarinde, suvarka ishlarinde 6 ay garantiyasi 6 menen. oyda ichida pichoqlari sinib qolsa, boshqa bo'lsa, olib kelishsa, bepul qilib beraman. Ha, bekar. 6 oydan keyin olib kelishsa, pichog'ini o'zini pulini berishadi, xizmatim tekin. Ha, pichoqning ақшасын beradi, qolgani ishları Pichoqning donasi 40 so'm, 45 so'm to'g'ri kelyapti. Mana aka to'g'anlar, ko'rdinglar buyursa. Tornado brendda buyursa bu. Endi kimdir aytayapti, Ha? Zavodskoy Mahayvida telefon qildi, 2-3 ta odam. O'tkazib videolar chiqargan. Ha, telefon chaldi. O'g'ir bo'lib qolyapti. Motorga kuch kelar ekan, boshqa qilar ekan, aytishyapti, dravlika qilayotganlar deyishyapti. Lekin biz 7 yildan bilmas sohada shug'ullanamiz. 7 yil staj bor. 7 yillik staj bor. O'shandan boshlaganimizdan beri mana shu Zigulovskiy Mahayvida qilamiz. Zigulovskiy Mahavik. Endi buni chiqarganimizga 1 yil bo'ldi. 1 yil. Ha. Sababi mol qo'ylari oz odamlar tavsiya bergani uchun chiqarib qo'ydik. Lekin 7 yildan beri mashinada shu vaqtgacha birortasi motorim kuyib qoldi, boshqaga. Lekin o'zlarini ayblaridan kuydirishgan bo'lsa kuydirishdi. O'zlari nagruska berib qo'yib, ha? Bu 10 kilo 600 bitta aylan bo'lsa motorga kuch bermaydi-da. O'shaning uchun aşağı bor. Jana jem aralashtiruvchi meshalkadagi bor deyaptingmi? Ha, meshalkalarimiz bor. 300 kiloligi bor, 500 kiloligi bor. Uyinda mol qo'ygo odamlarga, fermerlarga. Ha, lekin o'shalarga tarozimiz bor. Tarozi. Qo'y tarozi bor 500 kilolik, mol tarozi bor 2 tonnalik. 500 kilogramni qancha so'm mol tarozi, qo'y tarozi? 500 kilogramlik Qo'y taroziga. Dastavkasi bilan o'tib uyga borishi $500 boradi. O'shaninglar mollargachi? 2 tonna olib degan qancha? 2 tonnalikda endi bir Dastavkasi bilan. qirg'iz puliga 75 ming 80 mingga borib qoladi. 75-80 minglarga. Uni telefon qilsa anaqani qilamiz. Cho'p aralashtiruvchi meshalkaga qarchi ema. Jem aralashtiruvchi dedingmi? Ha. Biz yemni misol chiqardik-ku mana. Ha, shularni. Somonni tashlaydi, silius tashlaydi, kepay tashlaydi. Aralashtirib tayyor yem qilib beradi. Shol qancha so'm? Xo'p, 500 kiloligimiz bor. 500 kilogramlik. $1100 $1100 dollarga 70 kilometr shu o'sh 10 adirning tegaragida olib beradigansan, ha? Qolgan joylarga endi telefon qilsa kelishamiz. Dag'i qanday qo'shimcha ninalaring bor? Bo'ldi ham buyursa. Qo'shimcha atala qozonim bor. Atala qozon, ha, qancha bo'ldi? Endi ularda har xil litrlariga qarab. Ha, litriga qarab, ha. Bizga garilkam bor, xokaga yonadigan. Nomerlarim buyursa, mana Maqsadjonning nomerini qoldirasiz.